Yoshlik g'animat davri. Bunda o'zingga kerakli zodi rohilani tayyorlab ol. Umringga kerak bo'ladigan hamma narsani egallab ol. Chunki ertaga qarasang qila olmay qolasan. Kuching yetmaydi, aqling yetmaydi, imkoning bo'lmaydi. İçimizde yirtqich bor. O yirtqich nafs. Agar biz uni o'z holiga qo'ysak, bu nafs bizga faqat yomonlikni xohlaydi. Bizni do'zaxga olib ketadi. Bizni ko'p yaxshiliklardan mahrum qiladi. Yuzimizni qora bo'ladigan, noma'qul ishlarga yo'llaydigan o'sha yirtqich bu nafs bo'ladi. Ramazon o'sha nafsga qarshi kurashadigan, uni jilovlaydigan, uni to'g'ri yo'lga solishga imkon topadigan bir fursat. O'xshashi yo'q ibodat bu Ramazon. Ramazonda qanday bir yengillikni his qilamiz, ham ruhan, ham ma'nan.